Demek Buxoro kimyo to'plami birinchi temasi, ya'ni birinchi mavzu. Dastlabki kimyoviy tushunchalar, moddaning fizik va kimyoviy xossalarini ko'rib chiqamiz. Demak, quyidagilardan qaysi biri modda deb so'ragan. Demak, kalit bu jism, ya'ni deney. Qoshiq ham bu jismga kiradi, deneyga. Mix shegi. Bular jism. Demek bu yerda moddamiz teqqana biri ekan. D variantda. Smop degan javob to'g'ri bo'ladi ekan. Demek ikkinchi so'rov, quyidagilardan qaysi biri jism deb so'ragan ekan. Demek temir bu modda, mis bilan modda, ya'ni zat. Pishaq deydi. Pishaq bu yerda bizdan so'rayotgan jism ekan. Jismga to'g'ri keladi. Tuz deganimiz ham bu modda. Quyidagilardan qaysi biri modda deb so'ragan. Modda. Qoshiq deganimiz qat'iy. Demak, bir tuz tutamiz. A variant tuz tutayotganmiz. Shakar, glyukoza. Demak, bu modda asaq bo'ladi. Bor buna masaq bo'ladi. Bu modda. Suv, H2O. Demek bulan modda. Shtativ bu jism, ya'ni deney. Shishani asaq bo'ladi. Kremniy oksidon. Tak, endi biz 5 tutsadik. 2 3 4 6 degan javob bor ekan. Xullas to'liqroq javobniki bu variantda turgan ekan. Shuni belgilaymiz. 4-so'rov aytayotibdi bizlarga nafshadiyel spirtini birinchi bo'lib kim aniqlagan deb so'ragan. Demak, bu kitobda keltirilgan Jabir ibn Hayyom degan odam. Demak, bu variantda turibdi. Buni belgilaymiz. 5-so'rov, quyidagi hodisalarning qaysi guruhi deydi kimyoviy jarayonga taalluqli deb so'ragan ekan. Suvning qaynashi deydi. Bu suvning qaynashi avtomatik fizika. Suvning muzlashi fizika. Temirning xlorlanishi, kalsiy karbonatning parchalanishi deydi. Yaxshi, bu variant to'g'ri keladigan ekan. Bu variant D variantdan qarab ko'ring. Kislotaning vodorodning siqib chiqarilishi, yodning sublimatsiyalanishi deydi. Demak, variant C bo'ladi ekan. Kimyoviy jarayonlarga taalluqli bo'ladigan bo'lsa, demak, temirning xlorlanishi, kalsiy karbonatning tarqaluvi. 6-so'rov, 6-testimiz. Demak, quyidagi jarayonlardan fizikaviy hodisani aniqlang deb so'ragan ekan. Temirning zanglashi bu ximiya. Oltin gugurtning yonishi deydi. Bu kimyo hodisaga kiradi. Shakarning erishi deydi. Shakarning erishi bu fizika. Shishani maydalash bilan fizikaga kiradi. Shakarning ko'mirlanishi deydi. Bu ximiyaga kiradi. Demak, javob 3-4 degan javob buniki C varianti turibdi. Birida xato ekan bilsang, birida o'chirib tustag'a bo'ladi bunday qilib. Yo'tib, ikkining xato ekan bilsang, ikkini o'chirib tustab, C varianti to'g'ri ekanini aniqlab olib bo'ladi. 7-test. Demak, moddalar qanday agregat holatlarida deydi. Aniq bir hajmiy o'lcham va shaklga ega bo'lmaydi deb so'ragan. Demak, gaz joqdayida shunday bo'ladi. Suyuq qattiq joqdaylarda bunday bo'lmaydi. Sekizinchi test. Aytibdi bizlarga bu holatdagi yod sovutilganda to'g'ridan to'g'ri qattiq holatga o'tish qanday nomlanadi degan. Demak, qattiq joqdaydan to'g'ridan to'g'ri
gaz holatiga o'tib ketadigan bo'lsa, ya'ni gaz jadayini o'tib ketadigan bo'lsa, u sublimatsiyalanib bo'ladi edi. Endi bizlarga so'ning kersini aytib qo'yibdi. Demak, gaz holatdan to'g'ridan to'g'ri gaz bo'ladigan bo'lsa, gazdan bizlarga qattiq havo o'tadi ekan. Qattiq jadayga o'tadigan bo'lsa, demak bu qatuv. Hammasi kristallanov deb aytamiz. Demak, shu issiq bo'ladi ekan. Endi qattiq jadaydan to'g'ridan to'g'ri gaz jadayini o'tib ketadigan bo'lsa, bu sublimatsiya deb bo'ladi. Sonini aljastrayin deb qo'yibdi-da buni. 9-test moddalarni qattiq holatdan deydi. Suyuqlanmasdan bu holatga o'tib ketishi hodisasiga deyiladi, sublimatsiyalanov deyiladi. Demak, qattiq jadaydan to'g'ridan to'g'ri gaz jadayga o'tib ketadigan bo'lsa, sublimatsiya. Demak, 10-so'rov. Bizga aytib turibdi, sublimatsiya xossasiga ega bo'lgan birikmalarni ko'rsating deb so'rabdi. Sublimatsiya deganimizning ma'nosi nima edi? Sublimatsiya deganimiz bu qattiq jadaydan to'g'ridan to'g'ri gaz jadayini o'tib ketuvini sublimatsiya deb aytadi edik. Demak, bizlar biletni kitobda keltirilgan, yod kristallari keltirilgan. Tag'ida endi muz ol suyuqlanmasdan turib to'g'ridan to'g'ri gaz jadayini o'tib keta olmaydi. O'sha shu yerda muzni olmaymiz. Tak. Karbonat angidrid yer qo'yibdi, qattiq jadayda olsa. Qurg'oq muz. Tak, buni alsak bo'ladi. Bu qattiq jadaydan to'g'ridan to'g'ri gaz jadayida o'tib keta oladi. Endi asti tuzumda da onday xasiyat yo'q. Demak, 1-3 degan javob C variantida turgan ekan. Soni belgilasak bo'ladi ekan. Demak, 11-test suyuq holatdagi moddalar deydi. Molekulalar zish deydi. To'g'ri xususiy hajmga ega. Demak, bolam to'g'ri, lekin shakli yo'q deydi. Bolam to'g'ri, bolg'alanadi, turg'un deydi. Yo'q, qat ekan. Tak, molekulalar zish xususiy hajmga ega, lekin shakli yo'q, bolg'alanmaydi va siqilmaydi. Oquvchan deydi. Demak, bu variant to'g'ri bo'ladi ekan bu yerda. Kengligini qarab ko'rsak bo'ladi. Molekulalar zish xususiy hajmga ega, shaklga ega deydi. Aniq bir shaklga ega emas, bir qaysi zotga qo'ysang, shu zotning ko'lamini yeydi. Ya'ni formasini oladi. Shaklini kiritadi. Molekulalar siyrak emas, bu gazga tegishli. Bu qattiq zotga tegishli. Demak, 13-test qizdirilganda suyuqlanmasdan gaz holatiga o'tadigan moddalarni belgilang deyilibdi. Tak, bu yerda yod ham naftalin degan zotlarimiz to'g'ri bo'ladi ekan. 14-so'rov. Quyidagilardan kimyoviy hodisani aniqlang deb so'rabdi. Tak. Havodan kislorod olish deydi. Bu fizikaviy hodisa. Temirning zanglashi. Bu kimyo. Qalayning suyuqlanishi degan bu fizika. Shamning erivi degan so'z bu fizika. Demak, to'g'ri javob bu variantni belgilaymiz kerak. Demak, 15-so'rov. Quyidagilardan qaysilari fizikaviy jarayon debdi. Tak, sumalakning erishi bu fizika, sumalak pishirish kimyo, temirni zanglash kimyo, kisloroddan ozon olib kirmaydi. Tak, havoni seltirib kislorod olish deydi. Demak, bu kiradi. Demak, shu bo'ladi.
suvni elektrolizdan kislorod olish. Bu ham kirmaydi ekan. 6 xati. Demek ilk variantimiz to'g'ri ekan. Iki shu oldimizdek. Demek 16-so'rov quyidagi jarayonlardan kimyoviy hodisani aniqlang deb so'ragan. Demek oltin gugurtning suyuqlanishi deydi. Bu fizikalik jarayon hisoblanadi, ya'ni fizikalik qaset. Demek biri var chiqib tursak bo'ladiki. Aminin sinsiz pisat. Oltin gugurtning yonishi deydi. Demek bu yerda yonib bo'ladigan bo'lsa bu ximiya. Shishani pishirish deydi. Demek shishani pishirib ham kiradi. Shu har temperaturada pishiriladi shisha. Shishani maydalau deydi. Bu fizika. Demek 4 xat ekan. Demek avtomatik javob bo'ladi. Shakarning erishi deganimiz ham bu kirmaydi. Shakarning ko'mirlanishi degan kiradi bu. Demek javob variant ekan. Demek 17-test quyidagilardan qaysilari kimyoviy jarayon so'rov debdi. Qorg'ashinning suyuqlanishi deydi. Yaxshi, suyuqlanib bo'ladigan bo'lsa birdan seversak bo'ladi. Demek siqati. Temirning xlorlanishi. Bu ximiya. Kalsiy karbonatning parchalanishi. Bu ham ximiyalik. Kislotadan vodorodning chiqib chiqarilishi. Bu ham ximiyalik hadisa. Yodning sublimatsiyalanuvi deydi. Demek 5 xat ekan. 5 fizikalik hadisa. Demek 5 qaysida var? 5 nida var ekan. Demek keyingisi osh tuzning suvda erishi 6 xat ekan. Demek bu variantdan qati A javob qoldi. Demek A'ni belgilaymiz kerak. 18-test quyidagilardan qaysilari fizikaviy jarayon? Demek muzning erishi, muzning erivi bu fizikalik jarayon. Magnitning xlorlanishi. Magnitning xlorlanishi temirga tortiluvi bo'lganda fizikalik qaset deb olsak bo'ladi. Yaxshi, buni qo'yib turaq. Sutning achishi. Demek sutning asuvi ashib ketadi. Bu ximiyalik qasetga kiradi. Demek o'z birovini tortib qat'iy ekanligin. Demek bu variant qat'iy. C variantdan qat'iy ekanda. Naftalinning sublimatlanuvi bu fizikalik hadisa. Metanning yonishi. Demek Y variant. Böyle ximiyalik hadiseye kiradi. A da deydi. A da kiradi. Fakat A deydi bir o'rinda. Demek biz A'ni olamiz. Demek 19-so'rov 721 813 yillarda yashagan Geber usullarini yozib qoldirgan edi. Demek shunday usullar yozib qoldirganini aniqlashimiz kerak ekan. Tabiiy minerallardan dorivor vositalarni olish. Demek bu Geberga tegishli ekan. Shisha tayyorlash bo'lam. Demek bo'lgan tegishlilar zar suvi, сөйтіп sulfat, nitrat kislotalari, sirka kislotasini haydash orqali tozalash usullarini o'rganish. Uning turli konsentratsiyali eritmalarini tayyorlagan. Nafshatil spirtini aniqlagan. Degan javoblar tek bu yerda D variantda turibdi. So'ng o'sha D'ni belgilaymiz kerak ekan. Tekshirmay so'rov kimyoviy parchalanmaydigan eng kichik zarrachani aniqlang degan. Demek bo'linmaydigan bo'lakcha deganimiz bu atom degan ma'noga to'g'ri keladi. Boshqa sifatlarga to'g'ri kelmaydi. Atomda dastlab olimlar bo'linmaydigan bo'lakcha chiqar deb o'ylaganda elektron mikroskoplar topilmasdan oldin